O'quvchilaringiz darsda faolligini saqlab qolgan tarzda nazariy ma'lumotlarni chuqur o'rganishni xohlaysizmi? Unda ustoz shogird metodikasi aynan shu uchun mo'ljallangan. Ushbu metodikani qo'llash davomida siz bitta nazariy ma'lumotni ikki qismga ajratasiz. Birinchi qismni bitta o'quvchiga, ikkinchi qismni esa yana bir o'quvchiga taqdim qilasiz. Ushbu ma'lumotlarni o'quvchilar bir-biriga tushuntirib berishadi. Juftliklarni doskaga taklif qilib, o'zlari tushungan ma'lumotlarni guruhga so'zlab berishini iltimos qilasiz. Ushbu metodika orqali o'quvchilarni kommunikatsiyasi oshadi, kreativ fikrlashi rivojlanadi, o'zlari tushungan mavzularni yaxshiroq esda saqlab qoladi va o'quvchilar o'rtasida o'zaro inoqlik va tushuntirish qobiliyati orqali bir-biri bilan bog'liqlik rivojlanadi. Mavzular bir-biriga bog'lanadi. Ushbu metodikani nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirishga mo'ljallangan darslaringizda qo'llasangiz bo'ladi. Ushbu videoni saqlab qo'ying, darslaringizda sinab ko'rib, natijasini izohlarda yozing. Ta'lim psixologiyasi bo'yicha kerakli ma'lumotlarni o'rganishni istasangiz, menga obuna bo'ling.